aziz obunachilar, mana bugun biz Toshkentga yana kelib oldik. Xudo xolasa yana bir obyektimiz, ikki etажка, eski kottejlardan endi bu. Xudo xolasa u chekkadan уже tugal yopiladi, u yoq qo'shniniki. Shogird bolalar уже ishni boshladi. Xonadonimizga ham lazerda mramora bo'lyapti. Моей звезды, сонный блеск земной расы, громкий смех и райский мед в небесах. На заре голоса зовут меня. На заре небеса зовут меня. Свет. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Toshkentdagi ishimiz bir tarafini polni to'qib oldik. Tunukalari qoldi-yu, endi xudo xolasa to'qib oldik. Bu xonadonimizga ham lazerda mramora bo'lyapti. Shunday bo'ladi, xudo xolasa. Bu taraf to'qib bo'ldi. Toshlari ham qo'yildi, xudo xolasa. Bu yerda endi reykasini to'qiyapmiz. Shogirdlar pastdan donini qo'yib ketishyapti. Ko'pchilik so'raydi, reyka ko'tarilmaydimi deb. Salva, bir anaqa qilib, tepaga chiqib. So'raganlar uchun. Bolamiz. Necha kilo olsan, Salva? 60 kilo. 60 kilolik bola. 2 dona reykada bemalol silkinib chiqyapti. To'g'risi. Bo'l shoh. Bemalol ko'taradi. Xomush pishirish, paxsa, shilaka buloq, pena buloq ham yo'q, o'tadi. Bu yerda deraza bo'lgan, derazani yopib oldik. Toshimiz. Akalar plastmassa yo rezinka bo'lmaydi. Chista quyilgan beton. Eron sementali. Eng vishli sement ham bo'ladi. Tepa taraf eng vishli sement, tagi 550 lik markali sement ham bo'ladi. Xudo xolasa rangi ancha-munchaga o'chmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar bemalol aloqa chiqsa bo'laveradi. 24/7 xizmatdamiz. Toshlar ham kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarsa topib bera olamiz. Tutgan holati. Fasadni plitka bu. Yonboshlari kesiladigan joy, ochiq joyini polni tunuka bilan yopdik mana. Chekkalari kesilganda polni tunuka yopildi. Dakansa. Ayni chekkalar, atkoslari, tunikalar bog'lash o'ta go'zal chiqdi. Bir ko'rsatib o'taylik. Kulishlarlar buni hamisha o'zlari qo'yib ketishadi ustalar. Chunki elektriklar qo'ya olmaydi. Qo'yayotganda sindirib qo'yishi mumkin toshni. Namincha razmer yo qo'yib ketish kerak, yo razmerga tashlab ketish kerak. Bu tashna qilib kesib razmerga tashlab ketish kerak.
chekalarini mokriga kraska qilib chiroyli qilib berdik. Polni kutgan holati bu yog'i. Sekin qo'yib beramiz. Beton deraza bo'luvdi, buni yopib yubordik общий. Ichkaridan ham apshika qilishar ekan, tagini yopdik. Tepa tarafi, xudo xolasa, tepasi ham o'ta go'zal chiqdi. Hozir ko'rinadigan joyini olib beraman. Polni sportchkayu tayni bor. Ularni ham qo'yib bo'ldik. Tepasiga alohida yana bitta tosh o'tdi. Buni ham o'ta narigi uyni anaqa kottej singari tunuka pon bilan o'raganda o'ta go'zal chiqadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Yo'nalishiga qarasanglar mana. O'ta tana chiqqan, nolga otilgan lazerlarga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar bemalol aloqa qilsa bo'ladi. 24 ga 7 xizmatdamiz. Bu xonadonimiz 125 kvadrat chiqdi. Kvadrati 240 mingdan tushdi. Chunki Toshkentda Chinoz degan tumanidamiz. Yo'lkani hisobiga 20 mingdan qo'shilib qoldi. Adak 220 ming Anjan territoriyasiga bo'ladi. Toshimiz fasadni plitka bo'ladi. Bu tosh tarkibida beton,